Assalomu alaykum. Bugun sizlarga maxsus charm matolar uchun mo'ljallangan tikuv mashinalarimizning obzorlarini qilib beramiz. Ushbu ko'rib turgan tikuv mashinanglar 2 ignali Shagaishi tikuv mashinasi. Ushbu mashinamizga energiya tejovchi servo motor o'rnatilgan. Tikuv mashinamizning chokini qadami 9 mm. Bundan tashqari ushbu tikuv mashinamizning 2 ninani oraliq masofasi 1 cm. Bizning do'konimizda har xil turdagi, har xil yo'nalishga mo'ljallangan tikuv mashinalarini topsanglar bo'ladi. Misol uchun, ushbu kolonkoviy tikuv mashinamizni рабочий zonasi 17,5 cm, eniga 26 cm. Odatda kolonkoviy tikuv mashinalar oyoq kiyim ishlab chiqaruvchilar uchun mo'ljallangan bo'ladi. Ushbu tikuv mashina bilan bemalol sizlar oyoq kiyim ishlab chiqara olasizlar. Tikuv mashinamizga rolik o'rnatilgan, labka o'rniga. Bu doimiy bir tomonga harakatlanish uchun mo'ljallangan. Ushbu tikuv mashinamizning maksimal tezligi 3200. Ushbu mashinamizga ham xuddi shunaqa servo motor o'rnatilgan. Agar sizlar avtomobil chexollari yoki polik ishlab chiqarishni plan qilgan bo'lsangiz, sizlar uchun DS6380DL modeli shu tikuv mashinamizni bir ignali Shagaishi tikuv mashina hisoblanadi. To'liq mexanizmi bir vaqtda labkasi, tishi, ignasi harakatlanadi. Ushbu tikuv mashinamizda ham energiya tejovchi 73% energiyani tejaydigan servo motor o'rnatilgan. Mashinamizning maksimal tezligi 2200 ni tashkil qiladi. Mashinamizni ko'rayotgan bo'lsanglar, tizzada boshqarish mexanizmli. Agar sizlar brezentlar bilan ishlaydigan bo'lsanglar, brezentlarni katta chodirlar ishlab chiqaraman desanglar, sizlar uchun рабочий zonasi katta bo'lgan 2 ignali Shagaishi tikuv mashinamizni, ushbu tikuv mashinamizning ninasining oraliq masofasi 1 cm 4 mm. Bu mashinamizda ham 73% energiya tejovchi xuddi shunaqa servo motor o'rnatilgan. Mashinamiz ko'rib turganingizdek remen orqali ishlaydi. Shagaishi tikuv mashinalarimizning har xil ko'rinishdagisi mavjud. O'zida servo motorli va mashinaning ostiga o'rnatilgan servo motorli tikuv mashinalarimiz. Mashinaga 750 vatli servo motor o'rnatilgan. Bundan tashqari, agar sizlar sumkalar ishlab chiqaraman desanglar, sizlar uchun rukamli DS335B modeli ko'p mashinalarda chelnok, shpulya qismi kichkinaroq bo'ladi. Bu mashinamizda katta chelnok, katta shpulya turibdi. Ipi tez tugab qolmaydi. Ko'p vaqtdan bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Bitta o'rab olgan ipingiz bilan ancha vaqt, ancha ishingizni bitirib ola olasiz. Bu mashinamizda ham energiya tejovchi servo motor o'rnatilgan. Bunda kantlar bilan ishlayotganingizda har xil razmerdagi ko'rayotgan bo'lsangiz, o'zida tayyor o'rnatish uchun moslamalari ham bor. Xuddi shunaqa ko'rinishda har xil apparatlar bilan kantli ishlarni bemalol tiksanglar bo'ladi. Xo'p, undan tashqari, agar sizlar kojalarni, charmlarni chetini charxlab, o'zingizlarga moslab, kerakli razmerda charxlab olaman desanglar, sizlar uchun brusovichli tikuv mashinamiz ham sotuvda bor. Skarnashga tikuv mashinamiz bilan sizlar mexli kojalarni bemalol tiksanglar bo'ladi. Ushbu tikuv mashinamizni asosan kurtkalarni yoqalarida ko'rgan bo'lsanglar, mexli kojalar bo'ladi. Ana o'sha joylarini bu mashinamiz bilan tiksanglar bo'ladi. Bu bitta dona mexli yoqali kiyimlar uchun emas. Undan tashqari maxsi oyoq kiyimlarni ham bemalol tiksanglar bo'ladi. O'zbekiston bozorida avto tuning yo'nalishida ko'p biznes qilayotganlar bor. Sizlar uchun ham bitta zo'r mashinani ko'rsatib o'taman. Hop, bu yoqda zigzag tikuv mashinamizni to'liq avtomat, labkasini o'zi ko'taradi, ipini o'zi uzadi, undan tashqari zakripka qilish, chok mahkamlash funksiyasi ham mavjud. Mashinamiz 1 cm oraliq rasstoyanida zigzag qila oladi. Tarpetkalarga, sonsa защитник tikishga sizlarga juda ham qulay bo'lgan mashina bu. Do'konimizdagi barcha tikuv mashinalarimizga 1 yil kafolat va servis xizmati mavjud. Sizga qaysi tikuv mashinamiz qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlar orqali to'liq ma'lumotga ega bo'ling.